bizda alohida Xitoydan tovar olib keltirmoqchi bo'lib, olib kelmoqchisiz va uni eng arzon yo'llar bilan eng arzon bozorlardan olib keltirdingiz va uni sotib daromad qilmoqchisiz, to'g'rimi? Aynan sizlar uchun biz VIP guruh tashkil qilganmiz. Bu VIP guruhimizda siz hamma narsani, misol uchun mana WeChatlar, 1688, Taobao, Pinduoduo, xullas hamma marketplace'lardan ro'yxatdan WeChatdan ham ko'pchilik ro'yxatdan o'tishdan qiynalyapti. Ulardan tovarlarni olib, ya'ni to'g'ri yo'l bilan olib, O'zbekistonga olib keltirib, sotish bo'yicha ipidan ignasigacha hamma narsani o'rganasiz. Ya'ni u yerda asosan nima ketadi? Xitoy bozorlari bo'yicha darsliklar. Ya'ni mana hozir Jamshid ko'rsatdi-yu, Xitoy bozorlaridan qisqa ko'rsatib ketdi sizlarga. Aynan o'sha joylarda sizlarga agar to'lig'i kerak bo'lsa, Jamshidbek bilan gaplashganimda bu bola O'zbekistondan uchishidan tortib turib Xitoy bozorlarini aylanib, ulardan narsani olib, ular o'tida hammasini video qilib olib chiqqan. Ya'ni men aeroportdan Xitoyga tushdim, Xitoyga gostinitsaga bordim, gostinitsadan bozorga chiqdim, bozorda bu narsalar buncha ekan, mana WeChat'i, bu zavodda, do'konida tovarlar buncha ekan, mana WeChat'i. Xullas shunaqa qilib turib har bitta narsani darslik qilib chiqqan. Aynan mana shu darslik ham sizda bo'ladi. Ya'ni Xitoyga bormasdan turib bemalol Xitoyning bozorlarini ko'z o'ngingizda, tasavvuringizda shakllantira olasiz. Endi keyingisi 1688 dan buyurtma qilish. Ya'ni 1688, Pinduoduo, Taobao shunga o'xshagan marketplace'lardan ro'yxatdan o'tib, ishonchli magazinlarni topib, eng arzon tovarlarni topib, buyurtma qilishgacha bo'lgan narsani hammasini o'rgatamiz. Undan keyingisi Pinduoduo, Taobao, WeChatdan buyurtma qilish va undan tashqari kargo kompaniyalar bilan ishlash bo'yicha ham ma'lumotlar beriladi. Undan keyin ishonchli do'konlar, live videolar va QR kodlar sizlarga beriladi. Xitoyga borib tovar olib kelishingiz mumkin. Aynan shu darsliklarni ko'rganingizdan keyin birgalikda Xitoydan tovar buyurtma qilish mumkin. Undan tashqari uzun market va onlayn sotuvlaringizni yo'lga qo'yishgacha bo'lgan jarayonda, ya'ni bizni Marza akademiyamizda faqatgina Xitoydan tovar olish emas, uni olib kelib sotish bo'yicha ham hamma ma'lumotlar to'liq beriladi. Bu bizni VIP guruhimizda bo'ladigan ma'lumotlar. Endi keyingisiga o'tamiz. VIP guruhimiz kimlar uchun? VIP guruhimiz Xitoydan tovar olib kelishni o'rganmoqchi bo'lganlar. Siz mana hozir qanchadir miqdorda o'rgandingiz, lekin to'liq o'rgana olmadingiz. Aynan to'liq o'rganmoqchi bo'lsangiz, onlayn biznesingizni yo'lga qo'ymoqchi bo'lganlar, ya'ni hozir aytganimdek olib kelib, uni sotish bo'yicha ham ma'lumotlar beriladi. WeChat orqali arzon va ishonchli tovarlarni olib kelmoqchi bo'lganlar uchun Xitoyga borib, o'z ko'zi bilan ko'rib tovarlarni, bozorlarni ishlab chiqaruvchi birinchi qo'l sotuvchilarni ko'rmoqchi bo'lganlar uchun. Ya'ni siz Xitoyga borib turib, o'zingiz ko'zingiz bilan bozorlarni ko'rib, o'zingiz ko'zingiz bilan tovarlarni olib kelishingiz bo'lsa, olib kelmoqchi bo'lsangiz, VIP guruhimiz aynan siz uchun. Demak, bizning VIP guruhimizda mana ko'ring. VIP guruhimiz imkoniyatlari. VIP guruhimizda qanaqangi imkoniyatlar bor? Pinduoduo va boshqa ilovalar siz ham arzon va ishonchli tovarlarni buyurtma qila olasiz. Ya'ni ko'rdingiz, Jamshidbek aytdi, Xitoydagi tovarlar onlayn zakaz qilmoqchi bo'lsangiz qimmat, arzonroq olmoqchi bo'lsangiz siz boshqa ilovalardan foydalanishingiz mumkin. Aynan qanaqa ilovalar, qanaqa qilib tovarlarni olish mumkin? Ularni hammasini VIP guruhimizda to'liqligicha yoritib berilgan. Ya'ni har bitta darslik alohida qilib tushuntirilgan. Undan tashqari, guruhdagilar bilan birgalikda kattaroq hajmda tovar zakaz qila olasiz. Nima uchun? Xitoydan tovar olib keltirishda ko'proq, ya'ni tovarni birlashtirib olib keladigan bo'lsangiz, sizga arzonroq tushadi. Hozirgi kunda ko'pchilik kargo haqida biladi. Kargolar 5, 7, 9, 10 dollar, 12 dollardan kargolar bor, lekin ko'proq olib keladigan bo'lsangiz, sizga men shuni aytganman-ku, o'tgan kechagi darsda ham aytdim, 0.7 sentdan ham olib keltirsa bo'ladi tovarlarni Xitoyda. Tasavvur qilyapsizmi? Bu qanaqangi darajadagi katta sizga foyda. Hozir aytib o'tganimdek shunaqa ma'lumotlar ham bor. Undan tashqari VIP guruhimizda Xitoyga borish imkoningiz bo'lmasa, live videolar orqali, ya'ni jonli videolar orqali Xitoyga borganda do'konlar bilan savdo qilasiz. Tushunyapsizmi? Siz hozir VIP guruhga qo'shiladigan bo'lsangiz, siz yo imkoniyatingiz bo'lsa biz bilan Xitoyga borasiz. Biz o'zimiz Xitoyga siz olib borib, Xitoyda hamma bozorlarni ko'rsatib, tovarlar olib keltirish bo'yicha
polni informatsiyalar beramiz. Yoki vaqtingiz, imkoniyatingiz yoki xohishingiz bo'lmasa, siz bizdagi live videolar, ya'ni jonli videolar, xuddi mana shu boshlangan, aeroportdan boshlanganda u video. Mana Xitoyga ketyapmiz deb turib, hamma narsani Xitoyga borgungacha Xitoydan tovarlarni ko'rsatib ham hammasini sizlarga tayyor video qilib qo'yganmiz. Bunaqa informatsiya hali yo'q hech qayerda. Bekorga men treningni boshida aytmagandim. Xitoy bo'yicha qilayotgan treningimiz hali O'zbekistonda bo'lmagan. Bunaqa informatsiya, ya'ni Xitoyga borib, u yerdan gostinitsa qanday gaplashiladi, taksistlar bilan qanday gaplashiladi, bozorga qanday qilib borish mumkin, hammasini live video qilganmiz bitta alohida sizlar uchun, VIP guruh ishtirokchilari uchun. Shuning uchun iloji boricha VIP guruh menimcha niyati jiddiylarga juda ham to'g'ri keladi. 1688 Taobao, Pinduoduo, WeChat ilovalarini puxta o'rgatamiz. Ya'ni har bittasidan cho'tki informatsiyalarni berib ketamiz. Demak, VIP guruh imkoniyatlari haqida ma'lumot berdim. Menimcha hammaga qiziq bo'ldi. Endi VIP guruhga qanday qo'shilish mumkin? Kimlar qo'shiladi? Hozir shuni bitta saralab olamiz. Demak, VIP guruhimiz qo'shilish albatta pulli bo'ladi, chunki bepulga biz ko'rdingiz, mana shuncha xarajatlar, shuncha rasxodlar, shuncha sizlarga berayotgan informatsiyalarimiz, undan tashqari qo'shimcha bu yerda beriladigan informatsiyalar juda ham qiymatli. Shuning uchun albatta bunda pulli bo'ladi. Birinchisi, Start orqali siz qo'shilishingiz mumkin. Startda Xitoy bozorlari, 1688 marketplace'lardan tovar zakaz qilish, Taobao darslik, Pinduoduo darslik, kargolar, logistikalar, rastamoshka va 2 oylik dostуп. Ya'ni 2 oy davomida sizga hamma narsani to'liq o'rgatib boramiz. Bu Start tarifida bo'ladi. Undan tashqari Pro tarifida nimalar bor? Pro tarifida xuddi Startdagi hamma ma'lumotlar, VIP guruhga qo'shilish imkoniyati, 6 oylik dostуп, ya'ni bu yerda 2 oylik bo'lsa, Proda 6 oylik dostуп, jonli videolarni ham hozir aytib o'tdim, Xitoyga borishdan kelishgacha bo'lgan narsalarni ham beriladi. QR kodlar, ya'ni WeChat QR kodlar hammasi Pro tarifdagilarga beriladi. Undan tashqari uzun bo'yicha darslik, ya'ni uzunni savdo qilish bo'yicha darslik ham beriladi Pro tarifida. Undan tashqari target darslari, ya'ni siz tovaringizni faqatgina uzun emas, men bekorga sizga onlayn marketplace'larda onlayn savdo qilish bo'yicha gapirmadim. Unda faqatgina uzun emas, Instagram, Telegram orqali ham auditoriyani ko'paytirib sotishingiz ham mumkin bo'ladi. Undan tashqari WeChatlar va sizga Pro tarifida kurator yordami bo'ladi. Va uchinchi tarif bu biznes tarifi. Bu hamma uchun emas, bu faqatgina biznesmenlar uchun. Ularda Pro tarifdagi hamma imkoniyat, VIP guruh, Xitoyga biz bilan borish, ya'ni biz bilan Xitoyga borib, hamma narsani ko'rib, o'zingiz qaytib kelishingiz mumkin. Biz o'zimiz sizga gid deydi-yu, gidlik qilamiz. Undan tashqari individual ishlash, ya'ni siz biznes tarifida hamma qatori ishlamaysiz. Biz bilan, ya'ni Jamshidbek va men bilan individual ishlaniladi va undan tashqari uzumda sotish bo'yicha ham bizning seller klubimiz bor. Klubimizda uzumda ishlayotgan shogirdlarimiz bor. 300 dan ortiq uzumda ishlayotgan aktiv sotuvchilar bor. U yerda bilasizmi qanday imkoniyatlar bor? Shunaqangi imkoniyatlar bor. Siz Xitoydan tovar olib kelib turib, marketplace'larda emas, siz o'sha seller klubda o'zida ham sotib tashlasangiz bo'ladi. Mendan shunaqa tovar bor, kimga kerak bo'lsa sotaman, xolasangiz uzumda soting, xolasangiz boshqa joyda soting deb turib, bemalol ularda seller klubda faqatgina asosiy savdogarlar ishlashadi. Demak, bu guruhlarimizga qo'shilish narxlarini hozir sizlarga e'lon qilaman. Start tarifiga 70% skidka, Pro tarifiga 50% skidka, biznes tarifiga ham 50% skidka. Marhamat, eng kamida hozir 100 ming so'm to'lov qilganingizdan keyin sizga joyingiz band bo'ladi, ya'ni 100 ta odamning ichiga qo'shilasiz, ya'ni nechta odam joyini band qilib qolsa, o'zi kamroq joy qolishda boshlaydi. Ko'ryapsiz, hozir jonli efirda YouTube'da o'zida 500 ga yaqin odam o'tiribdi, Telegramda yana 150 ta odam o'tiribdi, ulgib qolish kerak. Eng kamida 100 ming so'm bilan hozir joyingizni band qiling. Siz bizni VIP guruhimiz a'zosisiz. Siz bilan asosiy narsalarni keyin gaplashamiz.
darslarimiz, shu narsani aytib ketdik. Darslarimiz 19-maydan boshlanadi. Ungacha hamma darsliklarimiz sizlarga tayyorlab, bonus darsliklar tashlab turamiz ungacha. Lekin asosiy darslarni sizlarga 19-dan sizlar bilan addushi chirishib ishlashni boshlaymiz.